Assalomu alaykum, mana hurmatli mijozlar. Vodiydagi eng arzon narxlarda ikkita uyda o'rtacha qoladigan pechkalarda Optim joyiga kelganmiz. Bu yerda mana bunday sauna, hammom pechkalari bor ekan. Juda ham zo'r holatda. Mana tepalariga toshlarni terib, kamin qilib ishlatishga o'ta go'zal holatda chiqargan. Bo'yi 1.35 lik pechkalarimiz, mana yumaloq variantlari. Juda ham narxlari Optim narxlarda, qulay narxlarda chiqyapti ekan. 2 milliondan qilib berishyapti ekan. Yana ham sunnatiga tushib berishaver ekan. Mana bunday yarim o'choqli variantlari bor ekan. Mana bular 1 million 650 ming so'mdan ekan. Yana ham qulaylashtirib berishaver ekan. Bo'yi 1.35. Mana bu holatda pechkalarimiz bor ekan. Yarim o'choqli, tepasidan ko'mirlarni paqirlab tashaveradigan variantda mana. Narxlari 2 million 200 ming so'mdan ekan. Yana sunnatiga o'tib berishaver ekan. Xo'p, yana qanaqa pechkalarimiz bor ekan? Mana paqir sig'adigan, duxovkasiga paqir sig'adigan pechkalarimiz bor ekan. Bunga ham bemalol ko'mir tashaverasiz. Qalinliklari 8 likdan bo'ladi. 1.5 liklarimiz endi bu tarafda mana bag'da savdolari bo'lishyapti ekan. Oldiga ozgina chiqqan variantlari, o'choqli variantlari, avalli ko'rinishdagi ozgina chiqqan variantlari mana. Narxlar o'ta qulay narxlarda chiqyapti ekan bular ham mana. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Eng xadovoy turlari mana bular. Narxlari 1 million 100 ming so'mdan ekan mana. 1 million 100 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana 1.35 likni o'choqlilari. Mana bunday qanotli variantlari bor ekan, qanotli. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kraskali, bez kraska. Mana pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Manzilimiz Namanganda bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishaver ekan. Aloqaga chiqaverasizlar.